Nikohlanuvchi yoshlarimiz Kirdiyev, Bunyodbek, O'roqboy va Ruxshonaxonlarni nikoh stolimizga taklif etamiz. Qalbimda gullar ochila boshlar, quvonchi ko'kka sochila boshlar, chunki sen borsan, mening ertagim, xayollarim sensan. Aziz nikohlanuvchi yoshlarimiz, mana bugun oila atalmish muqaddas dargoh ostonasida turibsiz. Qonuniy nikohingizni qayd etishdan oldin sizlarga bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Nikoh qurish istagingiz o'zaro samimiylik, poklik, ixtiyoriylikka asoslanganmi? Kelinimiz, kuyovimiz, marhamat qilib nikoh ittifoqini o'z imzoyingiz bilan tasdiqlab bersangiz. Sizning nikohingiz Guliston shahar Xidiyo bo'limi tomonidan 2026-yil 20-iyul kuni qonuniy qayd etilib, bugundan boshlab sizlarni O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga muvofiq bir oila Keldiyevlar oilasi deb e'lon qilaman. Oilaviy mehr-muhabbat, sadoqat timsoli bo'lgan nikoh uziklaringizni taqishingiz mumkin. Sizlarga oilaviy baxt tilagan holda oilangizni ilk birgalikdagi hujjati, nikohingiz qonuniy qayd etilgan tasdiqlovchi nikoh guvohnomangizni topshiraman. Baxtli bo'ling, bir umrlik bo'lsin. Tongdagi yoqimli havomi sanayt, yo ishqdan taralgan navomi sanayt, uyg'otib yubording ruhimni qara, xasta bu dilimga davomi sanayt. Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim, oxular havasman ko'zlaring sevdim, kuy kabi taralar ovozing mayin, ismimni chaqirgan so'zlaring sevdim. Bir umr sevsam, bir umr sevsam, tilagim desam, keragim desam, sen bilan butun yuragim desam, tilagim desam, keragim desam. Tongdagi yoqimli havomi sanayt, yo ishqdan taralgan navomi sanayt, uyg'otib yubording ruhimni qara, xasta bu dilimga davomi sanayt. Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim, oxular havasman ko'zlaring sevdim, kuy kabi taralar ovozing mayin, ismimni chaqirgan so'zlaring sevdim. Bir